Alloh taborak va taoloning dargohi shunday buyuk dargohki, undan nechta narsa so'rang, qancha duolar qiling, Alloh taolo zerikmaydi. Xudo norizo bo'lmaydi. Balki Alloh taborak va taolo so'ramagandan norizo bo'ladi. Hadis sharifda keladi, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytdilarki, "Man lam yas'alillah yaghdab alayhi." Kim Xudodan so'ramasa, Xudo g'azab qiladi dedilar. Dunyoda bir odam har qanaqangi katta saxiy bo'lsin, agar birorta odam subuh vaqtida kelib, ertalab bomdodda bir narsa so'rasa, keyin bir soatdan keyin kelib yana so'rasa, bir soatdan keyin yana so'rasa, u saxiy oxiri yuragi siqilib tang bo'lib ketadi. Aytar, "Nima sen meni arqamdan yopishib olding?" deydi. "Boshqa boradigan joying yo'qmi?" deydi. Har qanaqangi saxiy bo'lsa ham aytar bu gapni. Lekin Alloh jalla shanuhuning muomalasi, o'zini bandasi bilan qiladigan ishlari shuki, banda qancha so'rasa Xudoga shuncha yoqaveradi. Xudo shuncha rozi bo'laveradi, Xudo shuncha xursand bo'laveradi. Kichkinadan kichkina narsani ham so'rang, kattadan kattasini ham so'rang. Payg'ambarimiz alayhisolatu vassalom uyingizda tuz qolmasa so'rang degan. Tuz qolmasa so'rang. Hatto tuz nima? Ey Allohim, uyimda tuz qolmabdi deyish kerak. Shuni ham so'rash kerak. Ba'zi bir odamlar katta narsalarni so'raydi-da, kichkina narsalar so'ramaydi. Vaholanki u bilmaydiki deydilar. 7 iqlimda podsholigi ham bitta tarelka deb tuzab birda Xudoga berishlik uchun.